Yaqinda yana bir insight xabari o'qib qoldim. Olimpiya terma jamoamiz hamda Paxtakor futbolchisi Muhammadali O'rinboyev Antverpen klubiga ko'chib o'tganligi aytilyapti. Belgiya jamoasi uni xizmatlariga qiziqib qolgan va bu juda quvonarli xabar bo'ldi, chunki yana bir hamyurtimiz Yevropaga o'tayotganligi bu yaxshi va Muhammadali potensial jihatdan bemalol Yevropada o'ynay oladi. Endi Antverpen Belgiyaning normal jamoalaridan biri, bir necha bor Yevrokuboklarda ko'rinish bergan. Endi to'g'ri unaqa top klub emas u, lekin ba'zi bir futbolchilarga aynan mana shunaqa o'rtamiyona jamoalar top klublarga tramplin vazifasini o'tab beradi. Endi baribir Brentfordga o'tganda nisbatan yoshlar jamoasi edi, baribir bu kattalar jamoasi va agarda o'zini ijobiy tomondan ko'rsata oladigan bo'lsa, bemalol top ligalarga o'tishi mumkin. Shuning uchun uni keyingi faoliyatiga omad tilaymiz va nihoyat yana bir futbolchimiz Yevropada ko'rinish beradi.